qaysi birida oson? Yerda yoki joyida? Motor haydov qiladigan ustalarga savol bor. Captiva mashinasini ko'pchilik korobkasini, motorini tushirib o'rganib qo'ygan. Sizlarga maslahat, motordan tashqari korobkani o'zini qo'yishmi, misol uchun mexanik ham, avtomatmi, korobkani o'zini tushirishlik uchun korobkani отдельный shu holatda yechib olgan ma'qulmi yokida motor bilan seli tushirib olgan ma'qulroqmi? Qaysi biri odamga ham tez, ham yengilroq bo'ladi? Shunga spor ketib qoldi hozir. Ko'pincha biz motor seli tushirib olib ochardik. Bu safar korobkani o'zini mexanikalik uchun o'zini tushirib olganmiz. Bunda bo'layotgan holat vijimnoy qo'yib olgan, muftasi kaska qo'yib qo'ygan, glansini qo'ygan. Endi muftaga yaxshi kelyapti, lekin havo kirib qolyapti. Xullas kalom mana shu narsani alishtiryapmiz. Vijimnoy yangilar kelgan. Xullas kalom asosiy gap baytda qaysi bir ma'qul? Korobkani o'zini tushirgan ma'qulroqmi? Motor bilan seli tushirib korobkani ochgan ma'qulroqmi? Kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Qiziq. Misol uchun bizga farqi yo'q. Bag'igan tushirib chiqarib qo'yamiz, lekin ko'pchilikka qiziq, qaysi bir oson. Bu video asosan ustalarga manfaatli bo'ladi. Ya'ni qaysi tomoni oson, qaysi tomoni qiyinroq. Ko'rgansizlar, biz yerni ham tushirib qo'yganmiz. Endi podyomnik bo'lib qoldi. Podyomnikda endi bemalol oson, lekin yerda ham ishlashni ko'rsatib o'tganmiz.